Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Java Playtime kanali va Horror Tale o'yinining navbatdagi qismiga xush kelibsiz. O'yinni boshlaymiz. Kim bilmasa, biz o'tgan safar Horror Tale o'yinida yarmida qolib ketgan edik. Vaqt yetmay qolgan edi. Shuning uchun qolib ketgan joyimizdan boshlaymiz. Xo'sh, yana bir nimalarni olib do'stimizga nimalarni yetkazishimizni bir ko'ray. Do'stimiz binokl, batareyka, konserva idishlari kerak ekan. Endi biza borishimiz kerak bo'lgan joy ferma. Fermaga keldik. Mana o'tgan qismda anani topdik. Mashinani topdik, oluvdik, chiqarib. Ana endi uni batareykasini olish kerak mana tagida. Xo'sh, batareykasini olish uchun mana uchimizga kerak bilan atverka bizda bormidi. Ko'rdi yana. Mayli, qochamiz. Aylab qochamiz. Bizani ko'rmasligi uchun. O'sha yerda fermada atverka yo'q menimcha. Birdan ana ketaversam bo'ladi. Quyonni uyiga yo maktabga boraman. Maktabda mana chamasi zadani ham bajaruvdik, yo bajarmadik. Quyar. Bo'l. Maktabga. Bu yerda yo'qda edi. Choq bor. Bu yerlarni tekshirdim, men tekshirgandim. Maktabga kirib bo'lmaydi. Bizga kerak narsa hozir atverka. Keyin atverkani olib, mana bu yerda. Yo'q, mana bu yerda yo'q. Qo'yar mana shu yerda o'tib ketsin. Hamma kelyapti. Xo'sh, sekin endi biza qidiramiz atverkani. Stoldan ustaman. Yerda turibdimi? Hamma joyda qidirishimiz kerak. Telefon biroz qotyapti. Uzr. Yerlarda yo'q. Xo'sh, orqa tomonni tekshiramiz. Undan oldin mana bu yerda ham ochishimiz kerak-da. Ana shu yerda ochishimiz uchun bizga sim kesadigan narsa bu. O'shani olishimiz kerak, topishimiz kerak. Quyon, xo'sh, qayerga ketyapti? Sekin orqasidan boraylik qani. Bu yana ko'rdimi? Xo'sh, belarni tekshiruvdim adashmasam. Bir tekshiray. Yo'q, bu yerlarda yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin, atverka.
Arqaladami? Yo'q, bu bitta figuracha bu. Haykalcha. Yo'q. Maktabda ham yo'q. Mana. Shurada turgan ekan-ku. Yaxshiyam shu boqimda o'tgan ekan bo'lmasa. Mana bir stol ustida turgan ekan. Topdim men nihoyat. Menimcha endi maktabga yoshirilgan narsalar bo'lmasa kerak. Chunki o'tgan qismda ham ko'p narsalar maktabdan topuvdik. Endi xo'sh, buni fermaga borib, mashinani pultini, batarkasini olamiz. Do'stimizga beramiz. Keyin biza topishimiz kerak bo'ladi qalmoqni. Qalmoq bilan menimcha baliq ovlaymiz. Baliq ovlab keyin uni kimga beramiz hozir keyin bilib olamiz. Ko'raylik qani. Do'stim nima olib kelyapman? Adashdim. Fermaga olib boraman. Fermaga keldik. Bu yerda ishlasamiz kerak. O'yon. Biz menimcha taxta zavodda narsa anani olmadik. Taxona bordi. Taxta arqasi o'shan topmadik menimcha. Yurayim urib ketdi-da, oldindan chiqib qoladi. Ko'z yo'qotgandir bizani. Ana qo'yamiz o'zi. Xo'sh, qaysi tomonga qarab kelyapti? Biz sekin arqadan o'tib ketamiz. Oldin chiqib qolsam. Endi biz boramiz, taxta zavodga borib, birinchi narsalarni topib olaylik, keyin birda hamma narsani sherigimizga yetkazamiz. Bu yerlarda bo'lmasa kerak, men yerlarda ham bo'lishi mumkinmi? Quyon o'zi ham sherda-ku. Hozir mastayotgan joy mana o'staman. Ochgan ekanmiz. Mana bu yerda ochishimiz kerak, xona bor. U uchun bizaga benzin kerak, benzin. Benzin maktabda bo'lsa, xo'sh, bilan yaxshi tekshiramiz. Faqat o'tib bo'lmaydi. Bu yerlarda yo'q. Mana, bu nima? Qalmoq. Qalmoqni topdik. Menimcha benzin yo'q. Quyon uyda yoki yana yo'qmi? Mayli. Tepada manto. Kelaman degancha men qochib ulguraman. Bu yerlarda bormikan? Hech nima yo'q. Menimcha endi zavodda ichini mana bu plitadan oldin, taxtadan oldin ko'rishim kerak. Taxtadan oldin ham yo'q. Hech narsa. Ochib bo'lmaydi, yopiq. Ochilgan. Terim yoqadi. Men ana buni ishga tushirishimiz kerak-da. Kesadi. Quyon qani ekan boya joyda oxirgi tekshiruvlar. Mana bu bashdan oldin. Xo'sh.
Yana bir tekshiraman. Biroz qolib ketgandir balki. Balki benzin ham shu yerdadir. Hozir ko'ramiz. O'tib bilan. Yo'q, ko'rmas javob bor ekan. Mana shu yerda nimadir bor. Yo'q, emas. Ha, pishak o'tkazmaydi. Chalchish kerak deyapti. Pishak o'tkazmaydi shunday. Qo'yam o'sha ekan-ku. Qo'yam ketgancha o'tiramiz endi. Yashinib. Yo'q, qayerda ekan? Tez o'tib ketsa edi. Hozir bitta menga kerak bo'lgan narsa benzinni topsam qolgan narsalar topiladi. Ana bu kerak menga smochkich. Ko'rsatmasini. Ko'rmadi. Qo'yam. Ko'rmadimi? Sekingina biza boramiz. Qayerga qoldi? Fermaga bordik, maktabga bordik. Quyonni yo'q qoldi. Quyonni uydan biror narsa topsak zo'r bo'lar edi. Yerto'lani tekshirganmanmi? To'la qaraydi. Oldini chiqmasin. Nima bo'lsa. Chunki o'tgan qismdan shunda tutoluvdi meni. Yerda qochsam qiyin qo'yaman. Aytdim. Oradan yuyilib oldini chiqib qoldi nima? Qarang, esash ketdi nima. Oldini chiqmasa aylantirib kelepsanmi? Kelib qoch. Qadam mana shunda chiqadimi? Ya, berlarga kira olmayapmiz o'zimiz. Qancha chiqadigan joy? Ha. Shermidi. Yana aylanib keldimmi? Arqadan kelyapti qo'yam. Topdim mana qo'y. Kirmayman bu yerga. Labirint o'zim chalkashtirib tashladi, yomonlashdim. Yo'q, qo'l berman ko'ryapti. Qochshos to'la. Xo'sham stollar ustida. Mana shu yaxshi tekshiryapti, ko'radi. Shunday bo'lsa balki. What was that? Ko'rmadim qo'yam. Yaxshi. Shunda qolgandir balki. Can't hide. Locked. What a weird noise. Kun sirida yaxshi keladi uylanadi. Bunga har xil rivojni sakrar ekan. Yo'q, yerlarda benzin yo'q.
Mana bitta qolgan joy qayerda qoldi? Mana shu aras qoldirishmasam shuni bir tekshiray. Hech qayerda emasman. Xo'sh. Qayerda ekan benzin? Oxirgi marta ana shu orqa tomon ko'raydi. Bu orqa tomonda. Shu mana shu yerda ko'raydi. Quyon o'tib ketdimi? Men haqiqatda quyonni ko'rganda bo'lib qulog'im. Mana. Xudoga shukr, topdim. Zo'r yashirilgan ekan o'zi. Endi ko'rmadim, xursand bo'ldim. Shunaqa xursand bo'lmoqchi edim. Muzaqa yonida. Let's be friends. Ko'rish diapazoni qancha ekan? Ko'rish radiusi. Shu bo'lgan zavod, qo'shib ketgan zavodga. Zavodga boramiz. Zavoddan yoqilg'ini olib to'ldiramiz. Keyin mana ichida narsa bor aslida. Mana shu ichkaridan yerda ochamiz. Bu eshikni ochilayotganmizmi? Hozir ko'rsatgan eshigimiz. You won't get hurt. Xo'sh. I'll İşte find düştüm my amca. way. Yo'q, hayır değil mi? Kutib turgan bo'lsa ham. Yo'q, hayır ne master. You can't hide. O'zi qilmadim. Sekin. Yerga o'tib. Eshikni samara ishlatamizmi? Telefon biroz qotyapti. O'zi. Xo'sh, ishladi. Endi quyon kelishdan oldin biza kutaylik. Yaxshi bo'ladimi endi? Shuna degan narsa, mana ana shuni qidirib turdim-da. Can't outsmart me. Eshik ochganda tuyuladi. Quyon qani? Men boraman. Maktabga boray, maktabdan ochaman-da, konserva idishlarni olib, keyin birdan baliqni hal qilishimiz kerak. U uchun do'stim oldiga borishim kerak. Bo'ldi hozir. Birdan ketma-ketlikda bajarib ketamiz shartlarni hozir. Quyon. Tommy, you won't get hurt. Orqasidan bir qaytmasa kerak. I need you. I'll find you. Mayli, aylanib boramiz. Hech qisi yo'q. Xo'sh, Quyon boy bu yerdan kelib qolmasa. Yo'q, shu payt chapga o'tirib, I'd make a great thief. mana konserva idishni olamizda. Bu yerda quyon qilamiz. Sekingina. Xo'sh. Bo'ldi, mana chama topshiriqlarni bajarib bo'ldik, faqat baliqlik topshiriq qoldi. Keyin pishaklik. Pishakka o'sha baliqni beramiz menimcha. Ko'ralik qan. Xo'sh. Birinchi konservani beramiz. Batareyani ham birda qarmoqda nima qilaman? Batareyani olamiz. For you. Xo'sh, mana keyin bizda qoldi. Uni asman stol ustidan to'ldirishimiz kerak. O'zadan ekan, binokulam bor, ha. Cut them off. O'sha
pishak himoya qilayotgan joydamiz deyman-da. Boshqa joy qolmadi menga. Hurry up and bring me all the items. It's getting dark. Xo'sh. Where are you? Ochamiz-da. Biza hozir burada konserv idishni ham beray. Do'stlar, yana shuni oldim. Men olmayman, ha, endi oldim-da. Xo'sh, Quyonboy qanisan? Oldimga chiqib qolmaysan? What was that? Bu nima edi deydi, bavrim. Kelaman. To'g'rimi, Let's to'g'ri. be friends. Binokl eng oxirgisi qoldi. Qo'yoq qani? How much Let's longer be are you going to Ayom waste time? tegdi. Look for the objects. Tez ketsa-da. Xo'sh. I need you. I'll find you. Hozir qiladigan ishimiz mana bu yerga quyonni chalotaman va baliq tutaman. Baliq tutishga ko'p vaqt ketadi, ketmaydimi bilmayman, o'sha uchun chalotga quyon kelib qolmadi. Sen Outsmart me. mana bu. Xo'sh, quyonni bu yerdan aylantirib o'zimiz mana yerdan baliq tutishga ketamiz. O'ldirib bo'lmaydi menimcha. Qayerda edi? Shu yerda, ha, shu yerda. Mana. Ha, mana bo'ldi, baliq tutdi dedi. Endi bu baliq bilan biz boramiz fabrikaga. Tommy, you won't Ko'rib qoldi biza. Yaxshiyam easy'ga qo'yganman, osonga qo'yganman. Xo'sh, biza taxtazodga boramizda. Buni mushukka beramiz. Quyon qani, agar quyon o'sha yerda bizdan chiqarmaydi, shunisi bor. Bekor shaqil chiqdi. Can't get any Mama, closer or I'll oh. lose my eyes. We have to distract the Avuz cats. chiqarma pishak. Ha, aytdim-ku, Yeah, binoklar typical yetkazaman. cat. It's all about food. Quyon bu yerda emas, qalaman. Bu yerda emas yaxshi. Xo'sh, oxirgi zadaniya qoldi. Ana shuni yetkazib beraman do'stimga. Do'stim keyin himoya qalasini You need to yasaykan. put the Hamma item in the qo'yay. bike basket to take it away with me. To'g'ri. Daraxtlarga boramiz. Va oxirgi narsani do'stimizga tantanali ravishda topshiramiz. Xo'sh, xursand bo'lishni boshladim. Yutganimni hammasidan ana qilgan, bajarganimni xursandman. Mana. Great. You got everything we need. Look what I came up with. The binoculars will make it easier for us to see him at night. I put your batteries in the camera to take a picture of him. The cans on the rope will warn us if he's thinking of climbing in. And we need nails and hammer for Ha, that. makina bu yerda yopadi. I hope we're safe now. Yes, you considered everything, Bu Harry. xavfsiz Well bo'ldi done. deyman. Come on, let's go to bed now. I'm really tired. Tired of waiting for me? I'm kidding. I'm really tired too. I wish the morning would come faster and our parents would come back. Kimsa kerak endi bular. Zo'r ana qildik-ku. Zo'rli qo'ydik qo'yinga. Kisa. Yo'q, tugamadi. Harry, where are Gary. you? Qayerdasan, Gary dedi. Ye. Gary to'g'rilab ketgan qo'yib.
Vau, ertalab siz ko'rin ekan, taxta ana bu manzarasi. Yaxshi. Vau. Tongga tushib ko'rin ekan bu yerda. Xuddi haqiqiy hayotga tushib qolgandayman, boltani. Damn, Harry. I think I know where to find you. Faqat Quyon uyiga bora olamiz. Quyon uyiga borib nima ko'ramiz? Quyon uyi ochiq. Quyon uyi ochiq. Locked. Xo'sh. Well, that's the smartest friend I've ever had. Nice catch. Kuklaga. Bir bu sana bu Quyon. Yalmog'iz bo'yi boshda ham yalmog'iz deb aytdi-da. Bunda Quyon. Zaif personaj, bunda davom bor. Qiziq. Kimga qiziq bo'lsa, buni davomi bu video 100 ta like yig'sa, davomini chiqaraman. Ikkinchi qismi ham bor. O'ynaymiz. Xo'sh, 1 soat 6 minutda o'yinni to'liq tugatibman. O'yin haqida qisqacha fikrim, o'yin menga yoqdi, grafikasi zo'r, oddiy telefonlar uchun ham yaxshi ekan. Xo'sh, ikkinchi qismiga qiziqayapman. Agar boya aytganimda bu video 100 ta like yig'sa, bu o'yinning ikkinchi qismini ham chiqaraman. Hammaga omad.